Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Italiyaga keldik. Italiyadan mana birinchi zagruzkadan bitta joydan 5 ta palet olma yukladi. Ha, Italiya mana shunday joyda. Tog' daralari, tog'li hududlarga mana. Bu katta baza ekan, u anaqada. Almani sortirovka qilayotgan, upakovka qilayotgan. Yashida almalar turibdi. Mana bu yerda bog'i bor ekan mana aziz do'stlar. Bog'da mana qaranglar, almalarni qanday hali pishgan yo'q, endi pishmoqchi bo'lyapti. Shunaqa shig'il solgan almalari dahshat mana. Dahshat alma solgan mana. Bog'da ichini qaranglar, dahshat mana. Alma shig'il solganlik. Intensiv bog' ekanda bular. Pakana bo'yda. Tippasini setka bilan urib qo'ydi, qarang. Polna ketgan, hamma joyini gektar. Uragan mana dahshat qilib qo'yibdi. Qaraysiz olmani. Mana dahshat olma. Mana stalba bilan olib pishgan yo'qmi? Dahshat. Mana bog'da boshiga bilan bunday gul ekib qo'ygan, tikonli gul. Shiponik bu, shunga o'xshaydi. Yo, atirgul ekan. Bu nimaga desam, sababi bu bog'ga kasallik kelsa, ana shu birinchi atirgulga tegigan kasallik. Bu meva daraxtlarga o'tmaygan. Kasallikning birinchi kelishi shu alanga urilgan kerak. Atirgulga. Hamma joyga shu ekkan boshi. Birinchi atirgulga ekkan, keyin daraxtga ekkan. Ketgan gektar. Tog' atrofimiz. Mana aziz do'stlar, qaranglar. Almalarni pishgan yo'q, endi pishishga yaqin qolgan. Setka bilan tortib yopgan ustini. Qo'yilaylik mana. Va gul hamma joyga. Boshi oxiriga. Mana stalbadan xuddi uzumzorda qilib mana stalbadan qilgan mana. Ona almalar pishiyotdi, ena bo'lyapti. Pishishga tayyor bo'lyapti. Dahshat. Mana kelganmiz, mana hozir yuklayapti. 27 paddon yana olma yuklaymiz. Mana Lana degan firma ekan. Tog'da o'rtasi. Ikki taraf ham tog' mana, katta tog', baland. Odamlar yashaydi. Qo'yil. Mana tog'. Kir atrof tog'. Odamlar tomorqa qilib gektar olma ekib tashlagan mashina. Mana olmalarni olib kelgan. Mana dahshat. Qaraysiz mana. Bu har xil olma bor ekan. Yerga tushgan, taki urilgan, bir xillari chiriyotdi. Mana yaxshilari ham bor ekan. Mana dahshat, buni kim nima qiladi? Pavidlo qilammi endi? Hisob kitobi yo'q bu yerda. Almani. Tog'da o'rtasi. Bir atrofi tog'. Kichkina ko'chalari.